Vabo isitmasi. Kasallikning kelib chiqish sabablari. Ayrim bir a'zoga xos bo'lmagan kasalliklar. Masalan, qadim zamonlarda vabo isitmasining kelib chiqish sabablarini shunday izohlashgan. Suv sof holida ekanligida buzilmay, unga tuproq jinsidan bo'lgan yomon jismlar aralashib tarkibida yomon kayfiyat paydo qilgandagina buzilganidek, havoda ham suvdagidek holat yuz beradi. Uning kayfiyati issiqlik va sovuqlikka tomon o'zgaradi. Tabiati ham o'zgaradi. Havo sof holatida ekanligida buzilmaydi, balki uning tarkibida yomon kayfiyat paydo qiladigan yomon bug'larni yaxshi havoli joyga haydaydi. Bu o'zgarishlarning barchasining manbai osmon jismlarining ma'lum bir vaziyati bo'lib, bu vaziyat ularni bizga noma'lum bo'lgan tarzda vujudga keltiradi. Osmonning ta'sir qiluvchi quvvat bilan yerning ta'sirlanuvchi quvvati havoda kuchli rutubatlilik hosil qilganida bug'lar va tutunlarni havoga ko'tarib tarqatadi va ularni kuchsiz harakat bilan chiritadi. Mana shu holatdagi havo yurakka yetib boradi va undagi ruh mijozini buzadi. Vabo paydo bo'lishining belgilari. Vabo sabablari me'yoriy holatlarning vabo paydo bo'lishiga dalolat beruvchilaridan biri kuz faslining boshlarida va sentyabr oyida osmon toshlari va yulduz uchishining ko'payishidir. Chunki bular bo'lg'usi vabodan xuddi uning sababiga, masalan, dekabr oyida janub va sharq shamollarining bir necha kun tinmay esishiga o'xshab darak beradi. Shunga o'xshash havoning bir kunda bir necha marta o'zgarganini ko'rsang, keyingi kun esa havo tiniq bo'lsa, quyosh bir kuni sof, boshqa bir kuni qudratli ko'rinib, g'ubor o'ralib chiqsa, vabo hukm qiladi. Sabablar bilan go'yo birgalashib keluvchi belgilarga kelsak, sen masalan vabodan oldin qurbaqa ko'payganini va chirindilardan paydo bo'ladigan hasharotlarning ham ko'payganini ko'rasan. Yana vaboga dalolat qiladigan belgilardan biri shuki, sen sichqon va yer tagida yashaydigan jonivorlarning hayronlik va sarosimaga tushib, yer yuziga qochib chiqqanliklarini, laylak va shunga o'xshash o'z tabiati bo'yicha sezgir jonivorlar uyasidan qochib ba'zan bosib yotgan tuxumlarini ham tashlab ketishlarini kuzatasan. Vabo bu inson tanasida juda katta o'zgarishlar olib keladi. Oldi olinmasa tana chiriy boshlaydi. Natijada tana harorati ancha kungacha juda baland ko'tarilib turadi. Kasallikni davolash usullari. Vabodan saqlanish, badandan ortiqcha rutubatlarni chiqarish, har bir vajhdan badanni quritishga yaqin tadbirni qo'llash va ovqatni kam berish lozim. Ammo jismoniy harakatlarni mutlaqo qildirmaslik, kasalni hammomga tushirmaslik, unga sharob ichirmaslik va uni tashna qilib qo'ymaslik kerak. Ochiq, yaxshi havoda bo'lishi yaxshi natija beradi. Ovqatni nordonlikka moyil qilib, oz miqdorda berish lozim. Kasalga beriladigan go'shtni nordon narsalar bilan qo'shib qaynatib beriladi. Buzoq go'shtidan tayyorlangan yaxna va yengil go'shtlarga meva va sirka qo'shib berish tavsiya etiladi. Qushlarning ichiga turli sabzavotlarni tiqib, sirka qo'shib pishirib yediriladi. Hammasi yengil ovqatdan iborat bo'lsin. Limon. Limon bu saraton kushandasi deb bekorga aytilmagan. Vabo kasalida limonning o'zi, uning sharbati davo sifatida asqotadi. Limon vabo kasalining rivojlanishini to'xtatib qo'yadi. Ma'lum bo'lishicha, limon sharbati yangiligida inson organizmida vabo, saraton, rak hujayralarini o'simtaga, chirishga aylantiradigan zaharli kanserogen moddalarni yo'qotib yubora oladigan xususiyatga ega ekan. Ana shular foyda yetkazadigan narsalardan bo'lib, kishilardan kasalni uzoqlashtiradi. Qo'l, oyoq shishganda sirkalab qo'yilgan kashnich surtilsa, tez shifo qiladi.